Ay yaramas crazy jitela. Mendan ko'rasan hali sen meni polizimni uyimni hamma yoqda buzib tashladingmi? Bu yoqqa kel. Hoy yaramas, ushlab olsam ko'rasan mendan. Bu qayoqqa yo'q bo'lib ketdi. Voy, namcha tez yugurasan. To'xta, men senga yetolmayapman axir. Voy, to'xta debman. Bu yaramas yomon tez to'xta. Qayoqqa chiqib ketyapsan? Hoy ahmoq. Axir tepalikdan tushib ketsang o'lib ketasan. Jinnimisan sen? O'lmadi. Men ham o'lmadim. Oy, to'xta debman, yaramas, to'xta. Hoy, polizimni rasvozini chiqarib tashlabsan-ku, to'xta. Ay, yaramas, qayoqqa ketdi? Mana ekan. Oy, to'xta debman. Namcha tez yuguradi, sportga qatnashganmi, nima bola yengil atletikaga yugurishga. Men bo'lsa shunchaki qayoqqa yo'q bo'ldi. Tushunmadim. Mayli, qayoqadir yo'q bo'lib ketdi, yaramas. Asabimni buzib tashladi. Mendan ko'radi hali yaramas. Hali shoshmay tursin, men uni yaxshilab tutib olaman va adabini beraman. Xo'p, uni tutish uchun qanaqadir reja o'ylab topishim kerak axir. Lekin qanaqa reja o'ylab topsam bo'ladi? Bilmadim. Hali hech qanaqa reja kallamga kelgani yo'q. O'shaning uchun hozir bu yerdan qanaqadir zabormi shunga o'xshaydigan narsa zakaz qilishim kerak qayerdandir yoki o'zim topib kelishim kerak. Avval mana polizimni bir tartibga solib olayin, keyin esa bitta zo'r tuzoq o'ylab topdim. O'sha tuzoqni amalga oshiramay. Ya'ni har tomonlama to'siqlar qo'yib chiqaman. O'sha omborxonam bor edi-yu, o'sha omborxonaga tushirib olsam bir amallab, keyin o'sha yoqdan ushlab olib turib, adabini beraman. Yaxshilab bir ikkita qurol topib olsam-ku, qurol bilan mazasini qochirib qo'yaman. Lekin musht bilan urish baribir mazza bo'ladi, lekin uni basharasi o'zi bilasizlar, qanaqadir xunik bashara. Undan ham battar xunik qilib tashlayman ushlab olsam, lekin juda ham ko'zim qonga to'lgan. Uni o'zi ham ko'zi qonga to'lgan jitel, bilasizlar, crazy jitelda chunki u. Lekin polizlarimni hamma yoqda titib tashlaga yaramas. Yana kelib uyimga nimadir qildimi deyman-da shu. Bu yaramasni aniq ushlamasam bo'lmaydiganga o'xshayapti. Kun bo'yi qilib yurgan ishini ko'ryapsizlarmi? Kelib faqat menga teginadi. Boshqa jitellar bilan yoki boshqa kishi bilan ishi yo'q, faqat menga teginib ketaveradi, yaramas. Hali ko'rasan mendan yaramas crazy bachcha. Uni ota-enasi yo'q, qanasiga ota-enasi bo'lishi mumkin. U jitel bo'lsa axir jitellar ham ota-enasi bo'ladi-yu. Ota-enasi tarbiya bermaganda o jitelga. Ya'ni o'sha crazy jitelga tarbiya bermagani uchun ham crazy bo'lib qolganmi, bilmayman. Xullas, qarochi, hozir o'sha aytganimdek qilishim kerak. Birinchi janob merga borib soliqlarni to'lab kelay, anchagina poliz ekinlar yig'ilib qolibdi. Jetel nima gap? Tinch paka. Yaxshi, tinch bo'laversin. Sizlarda ham tinchmi? Ha, zo'r. Soliqlarni to'lab olaman birinchi o'rinda. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, jo'q aka, nima gap? Qarochi, poliz ekinlarni, ya'ni soliqni olib kelgandim. Ha, bo'ldi, qo'yib ketaver. Qo'yib ketaman unda shu yerga. Mana bu narsalarni chiroyli qilib taxlab qo'ymoqchiman. Unaqa chiroyli taxlashga keragi yo'q lekin. Nima uchun keragi yo'q? Axir taxlab qo'yganim yaxshi emasmi? Endi bilmasam, taxlab qo'ygandan ko'ra taxlamay qo'ygan yaxshimi deyman-da. Taxlab qo'yganim baribir chiroyli ko'rinib turadi-yu, janob mer. Ha, o'zing bilasan, jo'ra o'zing bilasan. Qanasiga jo'ra bo'laman sizga men? Endi aytyapman-da, jo'ra deb turib. Yaxshi. Qaroshdak, sizga bitta gap aytmoqchi edim. Qanday gap? Uyimda crazy jitel paydo bo'lgan, yaramas, meni kuzatyapti. Unda nimadir qilib crazyda. Men nima qilishim kerak sen uchun? Shunchaki uni yo'q qilmoqchiman. Ha, unda yo'q qilaver, men roziman. Bo'ldi, kagras shunday sizdan rozilik olmoqchi edim. Ha, bo'ldi, yo'q qilsang yo'q qilaver, o'zing bilasan debman-ku. Bo'pti, unda. Hozir bitta rejam bor. To'siqlar qo'yaman-da, omborxonamga tushirib olib turib, o'sha yerda o'ldirib yuboraman. Ha, bo'pti, o'zing bilasan. Men senga biror nima deya olmayman axir. Ha, tushunarli. Bo'pti, unda janob mer, men ketdim. Ha, mayli, bo'pti, boraver. Sizda gapingiz yo'qmi menga? Nima gapi bo'lishi mumkin? Xudo omadingni bersin deydi-yu, bo'pti, bor endi sur. Bo'pti, mayli. Yaxshi, unda crazyni yo'q qilish operatsiyasini boshlaymiz. Birinchi o'rinda menga to'siqlar kerak bo'ladi. Beton to'siqmi yoki boshqa to'siqmi bilmadim. Mana shu yerga kelib tushib ketadigan qilishim kerak. Shuni tushadi, shu yerga kelib turib, izdan kiramanda boshqa chiqib ketadigan yo'l adashmasam yo'q. Hozir zakaz qilib olayin beton to'siqlarni. Bo'ldi, menimcha zakaz qilindi. Bu zakaz qilinibdi. Kelgandan keyin o'sha omborxonaga tushgandan keyin boshqa chiqish yo'li yo'q va chiqib keta olmaydi. SMS keldi. Demak, buyurtmalarim yetib kelgan. Hozir borib o'sha buyurtmalarni olib kelaman va tuzoqlarni qo'yishni boshlayman. Mana biratan olib kelgan shekilli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum janob. Senga buyurtmalar bor yigitcha. Rahmat, kattakon. Arzimaydi. Pulni to'laysanmi? Pulini hozir to'layman, kutib turasizmi 1 minut? Albatta. Mana pullar. Addoshi, rahmat. Yana nimadir kerak bo'lsa, zakaz qilaverasan-a? Mayli janob, kattakon rahmat sizga ham.
Ha, bo'pti, unda sog' bo'l birechka. Aha, mayli, sizga ham kattakon rahmat. Arzimaydi, bo'pti. Ha, juda ham yaxshi bratan ekan. O'z vaqtida yetkazib berdi, hattoki 1 minut ham bo'lgani yo'q. Juda ham ajoyib. Bunaqa sifatli, tezlikda ishlaydigan, buyurtma yetkazadigan kompaniyalar bo'lsa, bizda anchagina foyda bo'ladi lekin. Tak, hozir Crazy Jitelni qanaqasiga bu yerga olib kelib kirgizsam bo'ladi? O'shani hisob-kitob qilish kerak. Tak, mana bu daraxtni tagidan o'tkazaymikan, qanday o'tkazsam bo'ladi? Bu daraxt menimcha xalaqit berar ekan baribir. Mana bir qator barglarni shuni yulib tashlash kerak ekan. Xo'p, tak, mana normalli. Qanaqadir xabar keldi. Ha, buyurtma haqidagi xabar ekan. Ya'ni buyurtma egasiga topshirildi deb xabar berishyapti. Ancha vaqt bo'ldi-yu menga topshirishgani. Hamma juda ham yaxshi. Tak, bo'ldi. Mana bu kirish joyi bo'ladi. Ya'ni shu yerdan kiradi Crazy Jitel. Shu yerdan kirgandan keyin qaytib chiqib keta olmasligi uchun bu yer unga tuzoq bo'ladi. Bu yerdan kirgizgandan ko'ra narigi tomondan kirgizib kelganim yaxshi. Ya'ni qaysi tomondanligini sizlarga ko'rsataman. Bu yerda meni o'zim o'ta olishim mumkin-ki, lekin Crazy Jitel o'ta olmasligi aniq. Tak, juda ham ajoyib bo'ldi. Bu yerga ham bitta qo'yish kerak. Tak, mana shuni qilib qo'yamiz. Chunki kichkinagina teshik bo'lsa ham u o'tib ketaveradi. Mana shu yerda ham bitta qo'yish kerak. Chunki bu yer ham teshik bo'lib turibdi, ko'ryapsizlar mana aka. Tak, vobshe o'ta olmaydi endi. Shuni tushadi, buni ichiga tushib ketadi-da, itak o'sha yoqda ushlab olsam bo'ladi. Menimcha chotki bo'ldan endi. Mana bu kichkina eshikcham bor. Mana shu yerdan shunday kirgan vaqtda ushlab olaman. Mana shu yerdan o'tish kerak, bir amallab o'tkazib yuborish kerak. Endi Crazy Jitel topish kerak. Menimcha u hozir kelib yana men bilan o'yin qiladi, o'ynashadi. O'shanda o'sha yoqqa qaratib haydab yuborsam, keyin o'sha teshikka tushadi. Bemalol ushlab olsam bo'ladi. Tak, Crazy qayerda ekan? Crazy Jitel topish kerak. Mana orqamda ekan. Voy, yaramas, to'xta dedim. To'xta. Sen meni polizimni tutganding, sen ham yana tuta olmaysan. O'tib ketdi kakras. Voy, to'xta deyapman men senga. To'xta, qayoqqa ketyapsan? Voy, yaramas. Bu nima qilib qo'ydi? Mayli, hozir bu tomondan aylanib boraman. Tezroq bormasam. Mana ekan. Voy, yaramas, to'xta dedim men senga. To'xta. Oy, kakras tushyapti yerga. To'xta, u yoqqa kirma. Kirma desam kiradi-yu, axir. O'shancha kirma deyapman. Bo'ldi, ushlandi. Yaxshi ushlab oldim, juda ham chotki bo'ldi. Endi izdan kirib buni adabini berish kerak. Ya'ni nimadir qilishim kerak. Obbo, nimaga sig'mayapti? Axir qochib ketishi mumkin-ku. Lekin qayerga qochadi? Hamma yoq yopiq-ku. Menimcha qo'shimcha eshik qo'ymagandi. Stop. Voy, yaramas. Menimcha qo'shimcha to'xta. Qanisan, yaramas. To'xta deyapman. To'xta, hozir ushlab olsam bormi? Mendan ko'rasan. Nima qilyapsan axir? To'xta dedim. To'xtab turibsan-ku, lekin nima qilmoqchi bu? Yaramas. Hozir mendan ko'rsa qurolim qayerda edi? Bu yerda yo'l bor edimi? Uyimning ichida yo'l bor ekan axir. Voy, yaramas. Yopib tashadi-yu. Mayli, hozir tepadan aylanib borayin, ushlab olaman. Bu marta aniq ushlashim kerak. Agar ushlamasam dabdala. Qani Crazy, qani. Voy, yaramas. Menimcha obbo, qochib ketibdi-yu. Endi nima qilaman? Yaxshisi politsiyaga xabar berganim ma'qul. Politsiyachilar bilan birgalikda ushlasak, menimcha tezroq ushlab olsak kerak. Mana o'zi bolalar hozircha men kerak yo'q. Tak, politsiyaga xabar qilish kerak. Nima bu yer ochilmay qoldi, tushunmadim. Nimagadir bo'ldi, ochildi. Bu eshiklar ham rasvo bo'lib chiqqan, ko'ryapsizlar. Bir marta foydalangandan keyin o'sha brak bo'lib qolyapti. Xo'p, hozir politsiyaga xabar beraman. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima gap? Menga yordam kerak, Crazy Jitel tutish kerak. Kimsan? Jo'xaman 99-qishloqdan. Bo'pti, hozir boraman. Iltimos, faqat tezroq keling. Nima gap? Nima bo'lyapti? Crazy Jitel menga hujum qilyapti. Nima qilyapti? Sen tishlayaptimi? Yo'q, tishlamayapti. Shunchaki hamma yoqni rasvosini chiqazyapti, buzib tashlayapti. Tushunali, hozir boraman, kutib tur. Mayli, iloji bo'lsa ko'proq politsiyachilar bilan keling. Harakat qilaman, lekin bir o'zim borsam kerak. Mayli, harakat qilsangiz juda ham yaxshi bo'lardi. Xo'p, menimcha politsiyachi kelibdi rostdan ham. Ana endi, assalomu alaykum janob politsiyachi. Va alaykum assalom. Nima gap? Xullas, Crazy Jitel bor edi-yu. Xo'sh. O'sha menga hujum qilyapti. Ya'ni poliz ekinlarim, uyimdagi hamma yoqni buzib tashyapti. Va eng muhimi, ko'zimga juda ham ko'p marta ko'rinyapti. Boshqa jitellar ko'rinmayapti. Demak, senda qanaqadir chaqiradigan narsa bor. Bilmadim, balki rostdan ham shunaqadir. Qanisiz? Tepadaman. Tak, bitta narsa qilish kerak. Uni uyini topish kerak. Lekin uni uyi yo'q uni. Unda boshqa jitellarni uyini kuzatish kerakmi deyman-da. Bu yerda uning izlari bor ekan. Izlarni kuzatib borsak bo'ladi. Qanaqasi izlari bor? Qanday iz bilan yuradi u? Jitellarning iziga o'xshaydi-yu izi. Jitellar izi bilan bir xil, lekin qanday ajratib olamiz u Crazy Jitel ekanligini? Undan bilmadim. Hozir hamma uyini bir-bir tekshirib chiqish kerak, maslahatim. Lekin to'xtang, janob politsiyachi. Janob ber, xullas Crazy Jitelni topish kerak.
Nima? Crazy Jetel? Ha, Crazy Jetel deyapsanmi Jo'xa? Yo'q, Crazy Jetel deyapman. Ha, Crazy Jetel ekan. Mayli, tutinglar Crazy Jetelni. Tez yursak bo'lmaydimi, ahmoq? Yuryapman-ku janob. Mana shu Crazy Jetel emasmi? Yo'q, oddiy Jetel u. Ha, unda mana bu uylarni ham tekshiramiz. Bu yerda hech kim yo'q. Tak, bu yerda esa bu yerda ham hech kim yo'q. Janob, eshikni ochib ketyapsiz, iltimos yopib keting. Menga farqi yo'q. Men Crazy Jetel topishim kerak. Men ham topishim kerak, lekin jetellarni nima edi, tinchligini buzmasligimiz kerak. Axir o'zingiz bilasiz, siz politsiyachisiz-ku. Ha, shunaqa. Tak, mana yopib ketaversa endi men ochib ketaveraman. Lekin noto'g'ri narsa qilyapsiz-da, janob. Mayli, to'xta, mana yopib ketaman. Tak, bo'ldi mana. Bo'ldimi shumi? Babur ochilib qoldi-yu, janob. Qani siz, hoy? Men qani edi hozir men bu yerdagi uylarni ko'ryapman. Lekin menimcha uni topishimiz biroz qiyin. Nima uchun qiyin ekan? Oson albatta. Yo'q, oson bo'lganda voy nima deyman, bu vaqtda topgan bo'lardik. Yo'q, topdik shekilli. Ortimdan kel. Qayoqqa boryapsiz axir, janob politsiyachi? Men bitta joyni bilaman. Qanaqa joy? Seni uyingda bo'lishi mumkin-ku, axir tentak. Uyimda yo'q edi-yu, janob. Unda bilmadim. Unda o'zing izlab ko'r, men topolmadim xullas. Siz politsiyachi bo'lib turib qaraysiz, topolmasligingiz mumkin. Bilmadim, xullas o'zing izlab ko'rmasang bo'lmaydi. Men baribir topolmayapman. Axir siz politsiyachisiz-ku, topsangiz bo'lardi-ku. Lekin topgim kelmayapti, tushunyapsanmi axir? Tushunarli. Mayli, unda o'zingiz bilasiz, janob. Ha, xo'sh. Bu yerda iz bor ekan, ko'rdingmi? Yo'q, bu digitalnizi. Bo'pti, unda o'zing top, короче. Men ketdim.